Xo'p, Arximed kuchi 54-masalani ishlaganmiz. Davomi 57-masala jismlarning suzishi. Davom etamiz. Namuna ko'ramiz Innova kitobidan. Xo'sh. Ellik yettinchi masala. Xo'p, 57-masalani boshlaymiz. Quyidagi zichliklari berilgan jismlarning qaysilari suvda cho'kadi? Suvda deyapti, demak. Cho'kish, cho'kmasligini nima orqali aytamiz? Demak, cho'kish, cho'kmasligini zichligi suyuqlikdan katta yoki kichikligiga qarab aytamiz. Demak, jismning zichligi suyuqlikdan katta bo'lsa, ya'ni suyuqlik zichligidan katta bo'lsa, demak jism cho'kadi deb aytganmiz. Shunga asosan suvda degani uchun suvdagi zichlikni bilamiz. Nechiga teng? 1000 ga teng. Suvda 1000 ga teng. Demak, 1000 dan kattalari suvda cho'kadi. Birinchi 700 deyapti. Demak, bu cho'kmaydi. Ikkinchi 1200, bu cho'kadi. Uchinchi 2 gram taqsim santimetr kub deyapti. Buni 1000 ga ko'paytiramiz. Kilogram taqsim metr kubga o'tadi va 2000 bo'ladi. Demak, bu ham cho'kadi. To'rtinchi 0.2 gram taqsim santimetr kub deyapti. Bu 1000 ga ko'paytirganimizda 200 bo'ladi. Bu cho'kmaydi. Beshinchi 8900 deyapti. Demak, bu cho'kadi. 2, 3, 5. B javob ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 57 ni ko'rgan bo'lsak, 60. Shisha butilkalardan biri suvga, ikkinchisi simobga to'ldirilgan. Agar suvli butilka suvga, simobli butilka simobga tushirilsa, qaysi biri cho'kadi? Demak, umuman olganda bu yerda jism shisha bo'lyapti. Shishani zichligi endi taxminan 2500lar atrofida desak, umuman olganda suvdan katta, lekin simobdan kichik. Xo'p, bu degani suvdan zichligi kattami shishani? Demak, u cho'kib ketadi. Simobdan kichkina bo'lganligi uchun u simobda cho'kmaydi. Hattoki simobga temir tashlasak ham cho'kmaydi. Temir, mis, qo'rg'oshin, hattoki qo'rg'oshin eng og'irrog'i bularning ichida, lekin simobda cho'kmaydi. 63-masala. 63. Xo'p, 63da nima deyilyapti? Zichligi 700 va massasi 40 kg bo'lgan jism suvda qisman botgan holda suzmoqda. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchini toping degan. Xo'sh, nima qilamiz endi buni? 63. Zichligi 700 va massasi 40 kg bo'lgan jism suvda qisman botgan holda suzmoqda. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchini toping. Jismni suyuqlikka tashlaganimizda agar u cho'kmasa nimalar yuz beradi? Shu haqida oldin gaplashib olaylik. Agar u cho'kmasa, demak uni pastga bosadi o'zining og'irligi mg, lekin uni ko'taradi, demak Arximed kuchi F Arximed.
va jism cho'kmayapti. Demak, bu yerda Arximed aynan mg ga teng, jismning og'irligiga teng. Chunki uni cho'kishga qo'ymayapti. Suv ustida muallaq ushlab turibdi. Arximed kuchi jism og'irligiga teng. Va shu bilan birga bir narsani eslatib o'taman. Jism suvga solinganda pastga to'kilgan suyuqlik og'irligi mg, ya'ni suyuqlik, suyuqlik. To'kilgan suyuqlikning og'irligi jismga ta'sir etuvchi Arximed kuchiga teng. Bu degani Arximed kuchi o'zi aslida jism siqib chiqargan suyuqlikning og'irligiga teng. Bu vaziyatda jism agar cho'kmasa, jismning og'irligini Arximed ko'tarib turgan bo'ladi. Bu degani Arximed kuchi jismning og'irligiga teng. Bundan xulosa kelib chiqadi. To'kilgan suyuqlik og'irligi ham jism og'irligiga teng bo'lar ekan. Mana to'kilgan suyuqlik. Shuni ham bilib qo'ysak, hozir savollarda baribir chiqadi. Xo'p, endi hozirgi 63-savolga javob bersak, zichligi 700 va massasi 40 kg bo'lgan jism suvda qisman botgan holda suzmoqda. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchini toping. Agar u cho'kib ketmayotgan bo'lsa, demak unga ta'sir etuvchi Arximed kuchi jismning og'irligiga teng. Uni ko'tarib turibdi. Chunki bu yerda demak aytamiz, Arximed kuchi jismning og'irligiga teng. 40 kg bo'lsa, demak m jism J desak, m jism J. Shunda 400 bo'ladi. 400 Newton. D javob. Xo'p, 66-masala. Hajmi 2 detsimetr kub va zichligi 700 bo'lgan jism kerosinga tushirilsa, unga qanday Arximed kuchi ta'sir etadi? Xo'sh. 66-masala. Endi qaranglar, bu yerda nima qilamiz? Kerosin zichligi 800, suyuqlik zichligi, jism zichligi esa 700. Bu jism kerosinda cho'kmaydi. Agar cho'kmasa, Arximed kuchi jismning og'irligiga teng. M jism J desak bo'ladi. Chunki uni ko'tarib turadi. Xo'p, jismning og'irligini qanday topamiz? Hajmi bor, zichligi bor, ko'paytirsak massasini beradi. Jismning massasini o'rniga rho v deymiz, ya'ni rho jism v jism ko'paygan J. Endi o'rniga qo'yamiz. Jism zichligi 700, hajmi 2 detsimetr kub degan, endi buni metr kubga o'tishimiz kerak. 10 darajasi minus 3 bo'ladi metr kubga o'tgan paytimiz. 1000 ga bo'lish kerak. Ko'paygan J. Bu nima chiqadi? 14 chiqib qolsa kerak, ha? Mana bitta 0, 2 ta 0, 3 ta 0. Mana bu yerda 10 minus 3-si. 14 Newton demak. 14 Newton. D javob ekan. 69. Muzlagan ko'lning o'rtasidan suv olish uchun teshik ochildi. Agar muzning qalinligi 12 metr bo'lsa, suv olish uchun kamida necha metr arqon kerak bo'ladi? Xo'p, ana endi bu 69. Mana misol uchun ko'lni endi mana shunday deb tasavvur qilsak, suv bor bu yerda. Shunday suv bor va muz bor. Muzni endi oq rangda chizaman. Mana muz. Voy. Muz. Xo'p, muzni bilamizki, suvda 0.9 qismi suv tagida bo'ladi, ya'ni 10dan 9 qismi, 10dan 1 qismi suv ustida bo'ladi. Ya'ni botgan qismni nima topardi? Qaysi ifoda? Rho jism taqsim rho suyuqlik.
Muz 900, suyuqlik suv deyapti 1000 ga teng. Bu degani 10 dan 9 bo'ladi. Ya'ni muzni 10 dan 9 qismi suv tagida bo'ladi. 10 dan 1 qismi suv ustida bo'ladi. Hozirgi muzimizni agar o'rtasidan mana bu yerdan joy ochib, xo'p, mana bu yerdan joy ochib, undan suv olmoqchi bo'lsak, bu vaziyatda mana bunday o'rtasidan yorildi mana. Suv olmoqchi bo'lsak, suv tasavvur qilinglar, mana tagida turmaydi-ku, to'g'rimi? Suv mana bu yergacha kelib turadi. Bu degani bor yo'g'i mana 10 dan 1 qismi tepada turibdimi muzni? Ana shu 10 dan 1 qismigacha suv kelib turadi. Mana shu yerdan suv olsak bo'ldi. Jami balandligi h barobar 12 metr bo'lsa, suv o'shani 10 dan 9 qismigacha kelib turadi. Bor yo'g'i 10 dan 1 qismi qoladi tepada. Ya'ni h tepadagi qismi deylik 10 dan 1 qismi. 12 metrni 10 dan 1 qismi 1,2 metri tepada turibdi. Bor yo'g'i 1,2 metr arqon bo'lsa, bu yerdan suv olish mumkin. A javob bo'ladi demak. 72. Botgan qismining hajmi 10 cm3 va zichligi 800 bo'lgan jism zichligi 1200 bo'lgan suyuqlikda joylashgan. Bu jismning to'liq hajmini toping. Demak, botgan qismining hajmi berilgan, to'liq hajmni so'rayapti. Botgan qismni qanday topardik? V, ya'ni botgan qismni hajmini. V botgan barobar ro jism taqsim ro suyuqlik ko'paygan V jism deb aytamiz. Shunda jism zichligi 800, suyuqlik zichligi endi 1,2 gram degan, u kilogramda kilogram taqsim metr kubda 1200 bo'ladi. Ko'paygan V jismning hajmi. Ana shu narsa bizada qancha ekan? 10 santimetr kub ekan. 10 santimetr kub eslaringizda qolsin. Xo'p, ana endi mana buni qisqartiramiz. Nechiga? 800 ga bo'lib o'ramiz. Yoki 1200 ni bu yoqqa chiqarib 800 ni bo'lish qilib tushiringlar, farqi yo'q. Bu 1 taqsim 1,5 bo'ladi. Shunda tenglamamiz 1 taqsim 1,5 V jism barobar 10 ga. Bundan 1,5 ni bu yoqqa ko'paytirish qilib olib chiqsak, V jismning hajmi 1,5 ni 10 ga ko'paytirsak 15 santimetr kub chiqadi. To'liq hajm 15 santimetr kub. Xo'sh, 15 da javob ekan. 75. Dengizda katta muz bo'lagi suzib yuribdi. Uning suv ostidagi qismining hajmi 630 bo'lsa, suv ustidagi qismining hajmi necha bo'ladi deb savol beribdi. Demak, muzni mana hozirgina gapirdik. 10 dan 9 qismi suvni tagida bo'ladi. Biz hozir nechini? 75 ni ko'ryapmiz. 10 dan 9 qismi suv tagida, 10 dan 1 qismi suv ustida bo'ladi. Demak, butun hajmning 10 dan 9 suv tagida. Mana butun hajmning 10 dan 9 qismi suv tagida bo'ladi. O'sha qancha ekan? 630 metr kub ekan. Shunda butun hajm necha chiqadi? 10 bu yoqqa chiqadi, 700 chiqar ekan. Bu muzni to'liq hajmi. Bizadan suv ustidagisi so'ralyapti. Suv ustida to'liq hajmni 10 dan 1 qismi bo'ladi. Ya'ni 700 ni 10 dan 1 qismi 70 bo'ladi. Demak, javobimiz 70 C javob ekan. 78-masala.
Xo'p, 78. Po'kak kerosinda suzmoqda. Uning qanday qismi... Voy, uzr. Planshetimiz tushib ketdi. Po'kak kerosinda suzmoqda. Uning qanday qismi kerosinda bo'ladi. Po'kak va kerosinning zichliklari 1200. Hozir planshet joylashtirib olaman. Po'kak va kerosinning zichliklari 1200 va 800 ga teng. Xo'p. Qancha qismi kerosinga botadi demoqchi. Demak, buni ham ishlab qo'yamiz. Botgan qismni topadigan formula ro jism taqsim ro suyuqlik. Po'kakni zichligini 200 deyapti. Kilogramm taqsim metr kubda. Kerosinning zichligini 800 deyapti. Bu degani 4 dan 1 qismi botgan holatda suzadi. 0.25 javob bo'ladi. 81. Okeanda suzib yurgan aysbergning qanday qismi suv ostida bo'ladi, ya'ni suv tagida. 0.9 qismi suv tagida, 0.1 qismi suv ustida dedik. Aysberg endi o'sha katta muz bo'lagi. 84. Hajmining 0.4 qismi suvga bo'lgan holda suzadigan jismning qanday qismi kerosinda bo'ladi? Kerosinning zichligi 800. Diqqat qilamiz. 84. Suv uchun bitta, kerosin uchun bitta tenglamani yozamiz. Suvdagi qismini yozaman, qaranglar. Ro jism taqsim ro suv barobar ekan 10 dan 4 qismi. Mana suvdagi qismini yozdim. Ro jism taqsim ro suv barobar ekan 10 dan 4 qism. Ro jismni ana endi kerosinga tashlasak qancha qismi botadi deyapti. Mana x deylik, o'sha botadigan qismini. Mana shu so'roq. Demak, ikkalasini sistema qilib nisbat olamiz. Mana sistema qilib nisbat olamiz. Shunda nisbat olmasdan men bu yerdan ro jism topib olib, men bu yerga qo'ysak ham bo'ladi, nisbat olsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Ana endi bizada nima bo'ladi? Mana 1000 bilan yoki mana 2 ta 0 bilan mana bu 2 ta 0 ketadi. Endi bu yoq matematika. Shunda qoladi. 10 pastga tushadi, 8 tepaga chiqadi. Ro jismlarimiz ham qisqarib ketadi. Aytganday, ro jismlar qisqarib ketadi. Shunda 10 pastga tushib 8 tepaga chiqadi. 8 taqsim 10 barobar mana bu yerda 4 shu yerda qoladi, 10 pastga tushib oladi. 4 taqsim 10 x bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi mana shu 10 larni ham qisqartirib olsak, mana shu joyda x ni bu yoqqa ko'paytiramiz 8 ga, 4 bilan 1 ni ko'paytiramiz. Mana bu yerda 1 qoldi, bu yerda ham 1 qoldi. Xo'p, 8x barobar 4 bo'ladi. Shunda x barobar 4 taqsim 8, ya'ni 1 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, yarmi botar ekan demak. Yarmi. Javob ekan. 87. Massasi 10 kilogramm. Hajmi 12,5 litr bo'lgan tarvuz suvga tushib ketsa, hajmning qanday qismi suvga botadi? Xo'p, 87. Massasi 10 kilogramm, hajmi 12,5 litr bo'lgan tarvuz suvga tushib ketsa, qanday qismi suvga botadi? Qanday qismi botishini bilishim uchun ro jism taqsim ro suyuqlik deyishim kerak. Jism bu yerda tarvuz bo'lyapti. Uni zichligi aytilmagan, massasi bilan hajmi bor. Demak, o'sha jismni, ya'ni tarvuzni zichligini topsak bo'ladi. Massasini hajmiga bo'lamiz. Massasi 10 kilogramm, hajmi esa 12,5 litr deganligi uchun, ya'ni detsimetr kub demoqchi. Unisi -3 ga ko'paytirib olamiz. Nimaga aylanadi? Metr kubga aylanadi, asosiy birlikka. Shunda endi buni 10 tepaga chiqadi. 10,000 ni 12,5 ga bo'lsak, necha chiqadi? 12,5 ni 10 ga bo'lsak 12,5 ni 12 ga bo'lsak 12,5 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 ga bo'lsak 12
Xo'sh, 800 chiqib qoladi adashmasam. 800 chiqadi. Ana endi qancha qismi botadi desa, ro jism taqsim ro suyuqlik barobar jism tarvuz 800 ekan, suyuqlik suvga tushib ketdi deyapti. Suvning zichligi 1000 ga teng. Shunda bu 0.8 qismi suvda bo'ladi. Javob ekan. 89-masala. Kub shaklidagi 25 kilogramm massali muz parchasining suv ustidagi qismining massasini toping. Xo'p, kub shaklidagi 25 kilogramm massali muz parchasi deyapti. Demak, muz parchasi bo'lganidan keyin 89. Muz bo'lgandan keyin 10dan 1 qismi suv ustida bo'ladi. Mana muz parchasining suv ustidagi qismini massasini so'rayapti. 10dan 1 qismi suv ustida bo'ladi. Demak, o'sha 25 kilogrammni 10dan 1 qismi suvning ustida bo'ladi. 2,5 kilogramm deb javob beramiz. A javob ekan. Endi keyingilariga o'tamiz. 89 ni ishladik. 92 ni ishlaymiz endi. 92. Xo'p, 92. Kastrulka suv bilan to'ldirilgan. Unga hajmi 0.3 detsimetr kub va massasi 0.6 kilogramm bo'lgan jism tashlanganda necha kilogramm suv oqib tushadi debdi. Demak, bu yerda bu jism cho'kadimi, cho'kmaydimi? Shuni bilishimiz kerak. Agar cho'kib ketsa, butun hajmi qadar suyuqlikni pastga to'kib yuboradi. Agar cho'kmagan bo'lsa, faqat botgan qismicha suv pastga to'kiladi. Cho'kish cho'kmasligini oldin aniqlasak, buni nima aytadi? Uni zichligi albatta. Zichligini aniqlaymiz. Ro jismni zichligini aniqlaymiz. Massasini hajmiga bo'lamiz. Massasi 0.6 kilogramm, hajmi esa 0.3 detsimetr kub degani uchun 10 darajasi -3 ni ham yozib olaman. 10 darajasi -3 qisqasi mana bu ikkalasi qisqarsa 2 bo'ladi. 10 darajasi -3 tepaga chiqsa +3 bo'ladi va 2000 chiqib qoladimi? 2 ga ko'paytirsam 0.6 2000 chiqadi. Bu jism cho'kib ketadi. Bu jism cho'kib ketadi suvda. Cho'kib ketganidan keyin ana endi agar cho'kadigan bo'lsa, to'liq hajmi qancha bo'lsa, o'shancha suyuqlik pastga to'kiladi. Demak, v jismning hajmi bilan to'kilgan suyuqlikning hajmi teng. Ya'ni 0.3 detsimetr kub yoki litr. Litr desak ham bo'ladi. 0.3 litr suv, bu yerda aynan suv 0.3 kilogramm bo'ladi. Demak, to'kilgan suvni massasi 0.3 kilogramm. S javob. 95 ga o'tamiz. 95. Xo'p, massasi 10 gramm, hajmi 15 santimetr kub bo'lgan jism suv bilan limmo-lim to'ldirilgan stakanga tashlansa, necha santimetr kub suv to'kiladi? Demak, bu ham xuddi shunaqa savol. Avval uni zichligini aniqlashdan boshlaymiz. Massasini hajmiga bo'lamiz, zichligini aytadi. Xo'p, massasi 10 gramm. 10 gramm, hajmi 15 santimetr kub. Shunda bu 2/3 bo'ladi. Ya'ni 0.666 gramm taqsim santimetr kub bo'ladi. Ana. Zichligini aniqladik. Demak, suvdan kichkina, to'g'rimi? Suv 1 gramm taqsim santimetr kub. Endi buni kilogramm taqsim metr kubda yozmoqchi bo'lsanglar ham 666 bo'ladi zichligi. Xo'p,
Demak, u suvda cho'kmaydi. Agar cho'kmasa, botgan qismicha suyuqlik pastga to'kiladi. Demak, jismni botgan qismini hajmini aniqlashga o'tamiz. Ro jism taqsim ro suyuqlik ko'paygan v jism bo'ladi. Shunda 666 taqsim suyuqlik suv 1000 ga teng, ko'paygan uning to'liq hajmi 15 cm3 edi. Xo'p, bu nima chiqadi? 2 taqsim 3 10 chiqadi. Santimetr kub. Albatta, chunki 15 ni santimetr kubda yozdim. Javobimiz ham shu santimetr kubda. 10 santimetr kub suv pastga to'kiladi. 95-masala edimi? B javob ekan. Xo'p, 98-masala. Zichligi 0.2, ya'ni 200 va hajmi 0.1 metr kub bo'lgan jism suv yuzida suzib yuribdi. Xo'p, shu jismni suvga to'la botirish uchun necha newton kuch kerak bo'ladi? Xo'p, yaxshi savol. To'qson sakkiz. Xo'sh, endi qaranglar. Sakkiz chiqsa kerak. Xo'p, jismni suvga to'liq botirdik. Jismni suvga to'liq botirdik. Mana, to'liq botdi. Xo'p, uni mjsi pastga bosadi. Arximed esa uni ko'taradi. Yana biza uni bosib turibmiz. Chunki biza bosmasak u cho'kmasdi. F kuch. O'zi cho'kmaydi, chunki zichligi kichkina. F kuch bilan bosyapmiz. Shu qanday kuch bilan bossak, to'liqligicha suvga cho'kadi deb aytibdi. Demak, buni shu holatda ushlab turibmiz. Endi yozamiz. Demak, tenglamani tuzamiz, ya'ni tenglama qanaqa bo'ladi? Mj pastga bosyapti, oxirigacha cho'ktira olmaydi, kuchi yetmaydi. O'sha uchun biz ham qo'shilib bosyapmiz unga va Arximed esa ko'tarib turibdi. Jism shu holatda tinch, muvozanatda turibdi. Demak, pastga bosadigan kuchlar bilan tepaga ko'taradigan kuchlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ya'ni pastga kim biza bosamiz F kuchimiz bilan plus mj ham pastga bosadi jismni o'zini og'irligi. Arximed esa jismni ko'tarib turibdi. Mana shunga asosan bizani F kuchimizni aniqlab olish kerak. F kuchimiz barobar bo'ladi. Arximeddan mj ni ayirib tashlaymiz. Arximed minus mj. Davom etamiz. Arximed deganda hozir 98, suv degan hamma narsa bor. Arximed deganda ro suyuqlik va jism 0.1 deyman, hajmi 0.1 edi, to'liqligicha botgan. Ko'paygan j minus jismni mjsi og'irligi. Endi zichligi bor, hajmi bor. Hozir massasi yo'q. O'sha zichlik bilan hajm ko'paytirsam massasini beradi. Zichligi 200, hajmi 0.1, ko'paygan j bo'ladi. Mana bu hozir 0.1 bilan 10 ketib qoladi. Bu yerda ham 0.1 bilan 10 ketib qoladi. Bu degani 1000 ayrilgan 200 qolyapti. Bu 800 degani. 800 chiqdi mana. B javob. bir. Qayerdadir adashib ketdikmi deyman. 3 tadan bittasini ko'rayotgandik. 95, 92. Undan oldin mayli. Farqi yo'q. Farqi yo'q. 101.
Hajmi 0,5 metr kub bo'lgan yog'och bo'lagi suvda necha kilogramm massali yukni ko'tara oladi? Yog'och zichligi 0,8. Demak, jismni ko'tarish kuchi formulasini endi yozib berganman, o'shani tayyor holatda foydalanamiz. Xo'p, kemaning ko'tarish kuchi umuman jismlarni suyuqlik ichida qancha yuk ko'tara olishi, ya'ni cho'kmaydigan jismlar haqida gap ketyapti. P barobar ko'tara oladigan og'irligi VJ ko'paygan ro suyuqlik minus ro jism deb aytganmiz formulani. Mana shunga tayyor o'rniga qo'yib yuboramiz. Jism zichligi hajmi berilgan yarim metr kub. J 10 ga teng. Jismning suyuqlik zichligi bu yerda suv deyilgan 1000 ga teng minus jism zichligi 800 deyilibdi. 800 ana. Xo'p, 0,5 bilan uni ko'paysa 5 bo'ladi. Mana bu 200 bo'ladi. 200 ni 5 ga ko'paytirsak 1000 newton og'irlikdagi yukni ko'tara oladi. Necha kilogrammgacha bo'lgan yukni ko'taradi deyapti. Demak, nima deymiz uni? 100 kilogramm deb aytamizda. 1000 newton og'irlik degani og'irlikni 100 kilogramm yuk bera oladi. Shunda demak 100 kilogramm A javob ekan. 104-masala. Ko'targanmiz. 104-masala. Keyingi betga o'tib ketibdi. Masala. Xo'p, nima deyilibdi bu yerda 104-masalada? Boshqa rang bilan yozamiz. Og'irligi 36 newton bo'lgan po'kakdan yasalgan qutqarish chambaragining suvdagi ko'tarish kuchi necha newton? Po'kak zichligi mana shuncha. Xo'p, o'sha formulamizga qo'yib ketamiz. To'g'ri, endi 104. Hozirgi vaziyat uchun qaysidir usul hozir bizga qulayroq bo'lishi mumkin, lekin biza endi shu yozgan tayyor formulamiz bo'yicha ishlab ketaveramiz. Ya'ni qancha yukni ko'tara oladi desa, o'sha jismning suvda qancha yukni ko'tara olishi suyuqlikda. VJ ko'paygan ro jism minus ro suyuqlik minus ro jism. Mana shu formulaga qo'yib ketaveramiz. Xo'p, hajmi berilganmi? Hajm berilmagan. Og'irligi bo'yicha bo'lgan po'kakdan yasalgan. Og'irligi degani o'sha MJ og'irligi. Men bu yerda yozaman, qaranglar. Og'irligi MJ barobar 36 newton debdi. Bu degani M barobar 3,6 kilogramm bo'ladi. Demak, uni massasi 3,6 kilogramm. Hajmi bizada yo'q. Agar hajmi yo'q bo'lsa, demak, lekin zichligi bor 200. Massasini zichligiga bo'lsam, ya'ni ro jism zichligiga bo'lsam, hajmi kelib chiqadi. Ko'paygan J qavs ichida ro suyuqlik minus ro jism bo'ladi. Davom etamiz. Xo'p, endi o'rniga qo'yib chiqamiz. Massasi 3,6 kilogramm. Bo'lamiz zichligi po'kak deyilgan 200 ekan. Ko'paygan J 10 ga teng. Qavs ichida suv 1000 ga teng. Ayiramiz po'kak 200 ni. Shunda xo'p,
qavsni ichi 800 bo'ladi. 3,6 bilan 10 ni ko'paytirib olsak, mayli. 36 taqsim 200 ko'paygan 800 bo'ladi. 200 bilan 800 ni qisqartirsak, bu yerda 4 qoladi. 36 ni 4 ga ko'paytirsak, necha bo'ladi? 144 mi? Newton og'irlikdagi yukni ko'tara oladi. 144 Newton. Javob. Xo'p. Buni endi ko'proq masala ishlasangizlar, keyin bunaqa savollarni og'zaki ham aytsangizlar bo'ladi. Og'zaki qanday? Mana hozir jism zichligi 200, suvni zichligi 1000. Suvga to'liq botmaydi, demak qanchasi botadi? 5 dan 1 qismi botadi. 5 dan 4 qismi hali tepada turibdi. Bor yo'g'i 5 dan 1 qismiga ta'sir etadigan Arximed o'sha jismning og'irligini ko'tarib turibdi. O'zini o'sha qutqaruv chambaragini 36 Newton og'irligini Arximed ko'taryapti. Ko'targanda ham bor yo'g'i jismni 5 dan 1 qismiga ta'sir etadigan Arximed kuch ko'taryapti. Hali 5 dan 4 qismi suv ustida turibdi. Qolgan 4 qismi ham botishi uchun ana shundan yana 4 ta yukni bemalol ko'tara oladi degani bu. O'zi bitta yuk bo'ladi. O'sha o'zini og'irligi uchun jismni 5 dan 1 qismi suvga cho'kishga majbur bo'ldi. Qolgani ham botishi uchun hali 5 dan 4 qismi bor. O'ziga o'xshagandan 4 tasini ko'taradi degani. 36 kara 4, tamom. 144. Xo'p, 104 dan keyin 107 ga o'tamiz. Mana rasmlik, yulduzchalik masala ekan. Bu yerda hozir oq bilan yozsak balkim chiroyli ko'rinar. 107. Zichliklari 3 ro va 2 ro bo'lgan suyuqliklar idishga quyilgan. Bu idishda zichliklari 1,5 ro va yarim ro bo'lgan bir xil hajmli jismlar idish tubiga rasmdagi kabi bog'lab qo'yilgan. Bu iplarning taranglik kuchlari nisbatini aniqlang. Yaxshi. Endi ko'rib turibmiz, mana chizmani yaqinlashtiraylik. 1,5 ro zichlikdagi suyuqligimiz, mana bu 1,5 ro suyuqlikdagi debman. 1,5 ro zichlikli jismimiz 3 ro suyuqlikda turibdi. Yarim ta ro zichlikdagi jismimiz 2 ro suyuqlikda turibdi. Hozir mana bu yarim ta roimizga ta'sir etadigan Arximed faqat mana bu 2 roga tegishli. Mana bu 3 roni bu jismga umuman aloqasi yo'q. Chunki bu jism faqat 2 roda turibdi. Mana bu 1,5 ro jismimiz esa 3 roda turibdi. Demak, unga faqat 3 ro tomonidan Arximed ta'sir etadi. Bunisiga 2 ro tomonidan Arximed ta'sir etadi. Endi taranglik kuchi deganda hozir ko'rib turibmiz, ikkalasini ham zichligi o'zining suyuqligidan ko'ra kichik. Masalan, mana bu yarim ta ro, bu 2 ta ro. Demak, bu jism hozir suv ustiga chiqib ketish kerak o'zi, suyuqlik ustiga, Suyuqlik ustiga chiqib ketish kerak, lekin uni chiqib ketishga qo'ymay, mana bu ip tortib turibdi. Demak, o'zi maqsad mana shu ipning tarangligini topish. Xo'sh, uni qanday topamiz? Yozaman. Bu yerda jismni o'zini ham og'irligi bor albatta. mg og'irligi bor. Lekin u og'irligi jismni cho'ktirish uchun yetmaydi. Sababi bu yerda Arximed bor va uni qiymati juda katta mg ga nisbatan. Bundan tashqari o'sha yetmagani uchun ham mana bu ip ham tortib turibdi. Taranglik 1 deylik buni. Bu ham tortib turibdi. Demak, jismni o'zini og'irligi pastga bosadi va undan tashqari ipni tarangligi pastga tortadi. Shu ikkalasi mana bu tepaga ko'taruvchi Arximedni yengib turibdi. Demak, pastga yo'nalgan kuchlar birgalikda tepaga yo'nalgan mana bu Arximedni yengib turibdi.
Shunga asosan tenglamani yozsak, xo'p, Arximed kuchi barobar mj qo'shilgan taranglik 1 bo'ladi. Hozir faqat mana shu jism uchun ishlayapmiz. Yozamiz Arximed kuchini. Arximed kuchi ro suyuqlik, ikkita ro, to'g'rimi? Ro suyuqlik v jism hajmini bilmaymiz, shunchaki v deb ketamiz. Ko'payganda j bo'ladi. Barobar mj jismning og'irligi, ro jism, ya'ni yarimta ro jism, v jism zichligi va massasini ko'paytirdim, jismni zichligi va hajmini ko'paytirdim. Shunda jismning massasi kelib chiqadi. Ko'payganda j qo'shilgan taranglik 1. Hozir mana shu taranglik 1 ni topishim kerak. Bu yoqda ikkita ro vj, bu yoqda yarimta ro vj. Bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa, shunda taranglik 1imiz bo'ladi. 1/2ta ro vj. Demak, ro vj dan 1/2ta bo'lyapti taranglik 1imiz. Xuddi mana shu usulda taranglik 2 ni hisoblaymiz. Xuddi mana shu usulda. Yozaman tenglamani mana bu yer uchun. Taranglik 2 pastga bosadi. Hozir. Taranglik 2 pastga bosadi. Taranglik 2. Undan tashqari jismning o'zini og'irligi bor. Mana bu bilan bir xilda. Arximed esa tepaga ko'taradi. Bunga asosan yana xuddi shunaqa tenglama tuzib olaman. Arximed barobar mj va plus taranglik 2 bo'ladi. O'rnak qo'ysak, Arximed ro suyuqlik 1/2 roga teng, to'g'rimi? Ko'paygan v jism j. Aytganday, hajm ikkala jism uchun bir xil deb aytilgan masalada. Teng jismning massasining o'rniga ro jism, ya'ni 1/2 ro. Voy, uzr. Charchaganim bilyapti. Suyuqlik zichligi 3 ro ekan-ku, aytmaysizlar. Adashgan paytim aytinglar-da. Suyuqlik zichligi 3 ro ekan. 3. Ro ekanda 1/2 deb ketibman jism. Jism 1/2 ro. Mana jism 1/2 ro va jism j plus taranglik 2. Ana endi 1/2 ta bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa, taranglik 2miz 1/2 ta ro va j bo'ladi. Ya'ni 1/2 ta ro va j, bu ham 1/2 ta ro va j. Ularning nisbati demak nima ekan? 1 ekan, 1. Javobi demak 1. 107 dan keyin 110-masalaga o'tamiz. Endi mana bu yoqqa yozsak ham bo'ladi. Chizmasi yo'q ekan baribir. 110-masala. Ichi bo'sh po'lat shar suv ichida muvozanatda turibdi. Agar shar ichidagi bo'shliqning hajmi 6,8 cm3 bo'lsa, sharning massasi qanday? Po'latning zichligi 7800 ga teng debdi. Xo'p, yaxshi. Qaranglar endi bu masalada bizga aytilyaptiki, 110-masalami? Bizga aytilyaptiki, ichi bo'sh po'lat shar suv ichida muallaq turibdi. Xo'p, mana po'lat shar ichida bo'shliq bor. Mana. Ichida bo'shliq bor. Xo'p, mana bu yog'i mana po'lat. Ichi esa bo'shliq. Mana bu yeri bo'shliq. Voy, o'chib ketadi. Mana shu yer bo'shliq.
Xo'p, endi demak bu po'latni o'zini og'irligi bor pastga. mg. Po'latni o'zini og'irligi bor mg. Va unga Arximed ta'sir etadi. F Arximed. Va muvozanatda turibdi. Suvni ichida muallaq. Nimaga cho'kib ketmayapti? Po'lat, ya'ni temir zichligi katta-ku desak, ichidagi bo'shliq sabab cho'kib ketmayapti. Hajm katta, lekin hammasi ham temir emas, po'lat emas, ichi bo'sh. Arximedga esa qizig'i yo'q, ichi bo'shmi, bo'sh emasmi, to'liq hajmga ta'sir etadi Arximed. Demak, tenglamani yozamiz. F Arximed bilan mana bu po'latni og'irlik kuchi o'zaro teng bo'lgani uchun bu po'lat mana shunday holatda muvozanatda turibdi. Agar og'irlik mg katta bo'lganda cho'kib ketardi. Arximed katta bo'lganda suv ustiga qalqib chiqardi. Lekin ikkalasi teng bo'lgani uchun suvning ichida mana shunday holatda muallaq turibdi. Demak, bu tenglamani hozir maydalab yozamiz. Arximed deganda ro suvning zichligi ming va hajm ana shu joyga e'tibor beramiz. Boya aytganimday, Arximedga mana bu ichidagi bo'shliqni qizig'i yo'q. U to'liq hajmga ta'sir etadi. Demak, hajmni o'rniga diqqat qilinglar. 6,8 santimetr kub bo'shliq bor. Mana bu yer 6,8 deyapti-da. 6,8. Xo'p. Bo'shliq 6,8 bo'lsa, qolganicha mana po'lat, uni hajmi nima desa, uni bilmaymiz hali. Uni V deb ketsak, demak, bo'shliqning hajmi 6,8 plus po'latning hajmi. Ikkalasi birgalikda. Ko'paygan J barobar po'latning massasini mg deb yozib qo'yay, hozir sig'mas ekan. Ana endi J bilan J qisqarib ketsa, tenglamani pastdan kattaroq qilib yozamiz. Ro suyuqlik ko'paygan bo'shliq va plus po'latning hajmi barobar po'latning massasini o'rniga po'latning zichligi 7800 ko'paygan po'latning hajmi deyman. To'g'ri bo'ldimi tenglama? To'g'ri. Davom etamiz. Mana bu mingni bu qavsga ko'paytirib olsak, bu 6800 bo'ladi plus 1000 ta V bo'ladi. Barobar 7800 V bo'ladi. Shunda 1000 ta V bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa, 6800 barobar bo'ladi 6800 V. Shunda 6800 dan 6800 ketib qoladi. V barobar 1 santimetr kub chiqadi. Chunki mana bo'shliqni boshida 6,8 santimetr kubligicha yozib ketdim-ku. Shunda mana bu V ham, ya'ni po'latning hajmi 1 santimetr kubda chiqadi. Endi bizdan po'latni nimasini so'rayapti? Qaysi edi? 110 edimi? Bo'lsa, sharning massasi qanday? Sharning massasi deganda shu po'latning massasini tushunamiz, chunki ichidagi bo'shliqda hech qanday massa yo'q. Sharning massasi o'sha mg, mana bu yoqda yozaman. mg barobar shuni so'rayapti bizdan. Massasi, uzr. M ni o'zi. M barobar ro jism ko'paygan va jism bo'ladi. 7800 zichlikdagi po'lat ko'paygan hajm 1 santimetr kub, ya'ni 10 - 6 metr kub. Bu javobimiz hozir kilogramda chiqadi. Bizdan nimada so'ragan? Nimada so'ragan? 110 edimi? Massasi qanday? Gramda so'rabdi. Gramda so'ragan bo'lsa, zichlikni ham gramda yozaman. 7,8 gram taqsim santimetr kub. Hajm esa 1 gram, 1 santimetr kub.
Shunda javobimiz 7,8 gram chiqib qoladi. Javobimiz B javob ekan. 110 dan keyin 113 ni ishlaymiz. Shuni shunday bu yoqqa olsak. Qanday bo'ladi? 113 mana yulduzchali sog'al ekan. Bu yoqda o'chirib tashlaymiz. Nima o'chmas ekan? Eski yozuvmi? Bular ham o'chmas ekan. Ha, mayli. Demak, buni o'zini o'chirib olamiz. Endi o'chgani kerak emas bizga. Xo'p, 113. Idishdagi suvda jism hajmining 4 dan 3 qismi botgan holda suzib yuribdi. Idishdan shunday miqdordagi suv olib tashlandiki, natijada jism idish tubiga tegib qoldi. Agar bu holatda jism hajmining yarmi suv ostida bo'lsa, jismning idish tubiga ko'rsatadigan ta'sir kuchini toping. Jism massasi 15 kilogramm, suv zichligi mana shuncha. 4 dan 3 qismi botgan holatda suzib yuribdi. 4 dan 3 qismi 15 kilogramm. Yarmi botsa 7,5. Mayli, hozirgi aytmoqchi edim. Ishlaylik. Xo'p. Demak, ikkita holat uchun ham tenglama yozamiz. Birinchi holatda idishga uni 4 dan 3 qismi suyuqlikda 4 dan 3 qismi botgan holatda suzib yuribdi ekan. Mana jism 4 dan 3 qismi botgan. Xo'p, botgan hajm V ko'paygan 3/4 ekan. Botgan qismi. Mayli, tenglamani tuzamiz. Jismni og'irligi pastga bosadi. Arximed esa ko'taradi. Arximed ko'taradi. Bunga asosan, umuman botgan qismni hajmi bo'yicha hozir jismni nimasini aniqlasak bo'ladi? Massasi 15 kilogramm. Tenglama yozaylik. Arximed kuchi bu yerda teng bo'ladi jismni og'irligiga, chunki uni ko'tarib turibdi. Arximed kuchi jismni 4 dan 3 qismiga ta'sir etadi. Agar bu holatda jism hajmining yarmi suv deb aytgan ekan, jismni zichligini aniqlash imkoniyati bor bizada. Xo'p, Arximed kuchi ro suyuqlik va botgan qism nima? Hajmning 4 dan 3 qismi barobar jism massasi 15 kilogramm, J esa 10 ga tengligi uchun 150 ga yozib ketaman, bo'ladimi? Har holda yulduzchali masalani ishlayapmiz endi. Birdaniga ko'paytirib ketsak ham bo'lar. Shu yerdan V ni topamiz. Jismning hajmini aniqlaymiz. Xo'p, buni 4 ga ko'paytirsak 600 bo'ladi, 3 ga bo'lsak 200 bo'ladi, 200 ni 1000 ga bo'lsak 0,2 bo'ladi metr kub. Jismning hajmini aniqladim.
Ana endi keyingi vaziyat uchun tenglama tuzaman. Ya'ni suyuqlik pastga to'kib tashlandi va natijada jismni suyuqlik to'kib tashlandi. Natijada jismni yarmi suvda botgan holatda turibdi deyapti mana. Yarmi. Arximed ham endi yarmiga ta'sir etadi. Jismni mj si pastga bosadi. mj pastga bosadi. Arximed esa ko'taradi. Va jism baribir mana pastni bosadi, idishni tagini bosadi va idish ham uni keyin nima qiladi? N reaksiya kuchi bilan ko'taradi. Chunki Arximed 4 dan 3 qismiga ta'sir etsa ko'tara oladi. Yarmiga 4 dan 2 qismi, ya'ni yarmiga ta'sir etsa, endi Arximedning kuchi yetmaydi. Arximed suyuqlik ichidagi qismiga ta'sir etadi. Suyuqlik kam bo'lgani hisobiga endi yarmiga ta'sir etadi. 75% ga emas, ya'ni boyagida 4 dan 3 qismiga emas. Endigi holat uchun tenglamamiz. Xo'p, tenglamamiz ni yozamiz. Arximed va ana idishni tubidagi berilayotgan reaksiya kuchi, ya'ni ko'tarayotgan idish ham ko'taryapti-da endi jismni. Birgalikda ko'taryapti jismni og'irligini, ya'ni og'irlik kuchini. Endi Arximed deganda yarmiga ta'sir etadigan Arximedni yozaman. Suyuqlik zichligi ko'paygan jismni yarmi. Hajmini bilamiz-ku. Hajmi 0.2 bo'lsa, yarmi qancha bo'ladi? 0.1 bo'ladi. Ko'paygan J plus N reaksiya kuchi barobar jismning og'irligi 150 Newton. Shunda mana 10 bilan 0.1 ketib qolar ekan. Qayerdadir xato ketib qoldi-yu. Qayerda xato ketdi? Hozir topaman. Hajm topishda adashib ketmadikmi? Arximed suv ko'paygan va ko'paygan 4 dan 3 qismi. Xo'p, suv ko'paygan va 4 dan 3 qismi barobar 115 kg 150 bo'ladi. Shunda 4 ko'paysa 600, 3 ga bo'lsak 200, 200 ni 1000 ga bo'lsak 0.2 bo'ladi. Endi Arximed 1000 ko'paygan 0.1 ko'paygan va mana bu yerda J qolib ketibdi-ku. O'shanda bu 0.02 bo'ladi. Aytdim-ku topaman deb. Suv 1000 ga teng, ko'paygan mana 0.02 bo'lar ekanda jism hajmi. Endi bu 0.01 bo'ladi botadigan qismi. Ana undan keyin bu 100 bo'lib qoladi. 100 qo'shilgan n barobar 150. N barobar 50 chiqar ekan ana. N barobar 50. 50 da javob ekan. 116. Zichligi 3400 bo'lgan jism simob yuzida suzmoqda. Agar bu idishga jism
to'liq botgunicha suv quyilsa, jism hajmining qanday qismi simobda bo'ladi? Xo'p, qaranglar. Bir 116-masala. Diqqat qilamiz. Idishni ichida mana keyingi vaziyatni chizaman-da. Mana idish. Simob bor. Jism bu yerda suzib yuribdi. Jism to'liq botgunicha suv quyilgan ustiga. Mana shunday. Ana shu vaziyatda jismning qancha qismi simob ichida, qancha qismi suv ichida, shuni aniqlashimiz kerak. Bu yerda simob ichidagi qismi deganda darrov ro jism taqsim ro simob, ya'ni ro suyuqlik qo'ysak xato chiqadi. Sababi tepadagi suv bu yerga ta'sir ko'rsatadi. Tepadagi suv ham jismni ko'taradi va simobdan ozgina tepaga chiqadi. Tepadagi suvni olib tashlasanglar, jism ozgina simobga botadi, ustiga suv to'ldirsanglar, simobdan ozgina tepaga ko'tariladi. Chunki suv ham biroz bo'lsa-da jismni ko'taradi Arximed kuchi bilan. Bu yerda demak, jismga suv tomonidan Arximed ta'sir etadi. F Arximed 1 deyman suv uchun. Va simob tomonidan Arximed kuchi ta'sir etadi. F Arximed 2 deyman. Simobni Arximedini. Jismni o'zini og'irligi pastga bosadi. mj va muvozanatda turibdi. Demak, tenglamani yozamiz. F Arximed 1, ya'ni suvni Arximedi bilan simobning Arximedi birgalikda jismni ko'tarib turibdi. Demak, buni maydalab yozsam, suv, mana shuni pastdan yozaylik. Cho'zilib ketadi baribir. Suvni Arximedini yozyapman. Ro suyuqlik ko'paygan v jism ko'paygan j plus simobni Arximedini yozaman. Ro simob 13600 ko'paygan v jism ko'paygan j barobar. Endi jismning massasini o'rniga ro jism necha 3400. Ro jism v jism j deyman. Ana vjlar qisqarib ketadi. Vj. Voy. Xato qildik. Nazat. Qayerda xato qildik? Suvni Arximedini olayotganda suvni ichidagi qismini olish kerak. Mana bu yerni. Simobni Arximedini olayotganda simobni ichidagi qismini olish kerak. Jismni massasini hisoblayotganda to'liq hajmni olish kerak. Demak, men qaranglar nima qilaman. Suvdagi qismini vx deyman. Simobdagi qismini vy deyman. Bo'lam shunday qilsam, bu yerda faqat qisqaradi jlar, boshqa narsa qisqarmaydi. Endi bitta tenglamada ikkita noma'lum bo'lib qolyapti. Suvdagi hajm ham noma'lum vx, simobdagi hajm ham noma'lum vy. Ikkita noma'lum bitta tenglamada. Endi bizga yana bitta tenglama kerak bo'ladi. Qanaqa tenglama? Oddiy suvdagi qismi bilan simobdagi qismini qo'shsak, nima hosil bo'ladi? To'liq hajm hosil bo'ladi. Ana endi suvdagi qismini shu yerdan topib olsam, to'liq hajmdan simobdagi hajmni ayirib tashlashim kerak. Ana shuni olib kelib bu yerga qo'yamiz. Shunda mingga bo'lib o'raylik, tenglamamizni ozgina qisqaroq yoziladi-da. Mana buni mingga bo'lib olsak, shunday 1 qoladi. Ya'ni vx ni o'zi qoladi qisqasi. V ayrilgan v simobdagi qism, simobdagi hajm plus mana bu 13.6 qoladi mingga bo'lgan paytim. Ko'paygan v simobdagi hajm barobar
3,4 va to'liq hajm Shunda mana bu v'imiz bu tomonga ayrish bo'lib o'tib ketsa va mana bu 13,6 minus v y bor. Shunda 12,6 v y, ya'ni v simobda bu barobar 2,4 v bo'ladi. Ana undan keyin v y barobar 2,4 taqsim 12,6 ko'paygan v bo'ladi. Qisqartirsak bo'ladimi? 24 ni 126 ga bo'lsak nima bo'ladi? Qaysi masala bu? 116. Qanday qismi simobda bo'ladi? Men shuni suratda kalkulyatorda bo'laman. Chunki bosh charchagan. Xo'p, 24 ni bo'laman 126 ga 0,19 chiqarkan 0,19 v bo'ladi. Ya'ni simobdagi hajm barobar 0,19 v. V bu yerda jism to'liq hajmi edi. O'shaning 0,19 qismi bo'lyapti. B javob. Mana bu ekan. Kalitlari bir xilroq ekan. Xo'p. Endi keyingi masalamizga o'tamiz. 119. Xo'p, massasi 520 gram bo'lgan yog'och bo'lagi suvda suzib yuribdi. Bu yog'och suvda cho'kishi uchun unga kamida qanday massali qo'rg'oshin bo'lagini ingichka ip bilan bog'lash kerak? Qo'rg'oshin zichligi 11,3. Yaxshi, bu ham ancha vaqtimizni oladi. Shuni ishlab tugatsak ham bo'ladi hozir endi shu qismini. Chunki cho'zilib ketibdi 1 soat 7 minut bo'libdi. Diqqat qilamiz. 119-masala. Suv deganmi? Suv. Mana idish. Idish. Bu yerda demak suv bor. Xo'p. Va yog'och bo'lagi o'zi suvda cho'kmaydi, lekin cho'kishi uchun, to'liq botishi uchun unga qo'rg'oshinni ip bilan bog'lab qo'yishibdi. Mana bunisi yog'och bo'lagi. Unga ip bilan qo'rg'oshin bog'lab qo'yilgan. Ana. Demak, yog'och va qo'rg'oshin. Ana endi mana bu yog'och, mana bu qo'rg'oshin. Xo'p, mana yog'och to'liq suvga botdi. Mana shu holatda muvozanatda turibdi. Endi bu uchun tenglama tuzamiz. Nima hodisa yuz beryapti bu yerda? Yog'ochga ham Arximed ta'sir etadi. F Arximed 1 deyman buni. Qo'rg'oshinga ham Arximed ta'sir etadi. F Arximed. Mana ikkita doska qilganimizga bu yozmayapti. F Arximed 2 deymiz. Ana. Yog'ochni o'zini massasi bor, mj. Qo'rg'oshinni o'zini massasi bor, mj. Endi m yog'och, m qo'rg'oshin deb o'tirmadim. Hozir mana bu yerda tenglamada yozayotgan paytimiz o'sha hisobga olib ketamiz. Ikkala jismning og'irligini ikkala Arximed ko'taryapti. Ya'ni o'sha ikkita jismga ta'sir etuvchi Arximedlar ko'taryapti. Har biri o'zini ko'tarayotgani yo'q, chunki
Qo'rg'oshinni o'zini Arximedi o'zini og'irligini ko'tara olmaydi. Qo'rg'oshin cho'kib ketishi kerak. Yog'ochni Arximed hozirgi vaziyatda yog'ochni og'irligidan katta, yog'och suv ustiga qalqib chiqishi kerak. Shuni hisobiga ip bilan bog'lab qo'yganmiz. Mana shu holatda turibdi. Na cho'kib ketyapti, na suv ustiga qalqib chiqyapti. Bu degani tenglamamiz Arximed 1 yog'ochni Arximedi plus qo'rg'oshinning Arximedi yog'ochni massasi bilan qo'rg'oshinning massasini, ya'ni og'irligini ko'tarib turibdi. Shu tenglamani maydalab yozamiz endi. Qo'rg'oshinning massasi bizdan so'ralibdi. Yaxshi. Qo'rg'oshinning massasini m deb qaraymiz va tenglamani tuzishni boshlaymiz. Arximed 1. Diqqat qilamiz. Arximed 1 suv tomonidan yog'ochga ta'sir etuvchi Arximed. Yog'ochning massasi bor 520 gram, ya'ni 0.52 kg. Zichligi bor 500. Yozaman Arximed 1 ni. Ro suv ko'paygan va yog'ochning hajmi bizga berilmagan. Uni o'rniga mana massasini zichligiga bo'laman. Massasi 0.52 kg bo'laman zichligi 500. Ana. Massani zichlikka bo'ldim, yog'ochning hajmini topdim shunda. Ko'paygan J mayli 10 plus Arximed 2 qo'rg'oshinga ta'sir qiluvchi Arximed. Buni yozaman. Ro suv ko'paygan qo'rg'oshinning hajmi bilmasam massasini zichligiga bo'laman. Massasini ham bilmayman, lekin shuni topish so'ralgan o'zi. Massasini m deb qaradik-ku, to'g'rimi? Massasini zichligiga bo'laman 11300 ko'paygan J barobar yog'ochning og'irligi mj, massasi tayyor turibdi 0.52 kg. mj plus qo'rg'oshinning og'irligi mj, qo'rg'oshin massasini m deb qaradik. Bu yerda qisqaradi faqat mana shu j. Endi shuni hisoblab chiqish kerak, xolos. Tenglama tuzildi, faqat hisoblash kerak. Mana bu 2 bo'lsa ko'paytirsak 1.04 bo'lar ekan, adashmasam. Plus mana bu shuni bo'lib yuboraman. Kalkulyatorda hisoblaymiz. Xo'p, 1000 ni bo'lish kerak 11300 ga. 0.088 bo'lyapti. 0.088 m bo'lyapti. Barobar 0.52 plus m bo'lyapti. M ni 0.52 ni bu yoqqa o'tkazamiz, 0.088 m ni u yoqqa o'tkazamiz. 0.52 bu yoqqa ayirsak 0.52 qoladi yana. Barobar m dan mana buni ayirsak 1000dan 88 ayrilsa 912 mi? 0.912 m bo'ladi. Ana shu yerdan m ni topsam 0.52 ni bo'lamiz 0.912 ga. 0.57 chiqdi. 0.57 kilogramm chiqyapti. De javob ekan. Shu bilan hozir to'xtataman. Ancha masala ko'rdik. Hali davomi bor. Biza +9 ishladik. O'zi kitobda ham
noto'g'ri yuklab qo'ygan ekanman. Men betlarini ana unga bloknotga yuklagandim, o'zi bu yerda to'xtashga majbur ekanmiz. Qisman yuklagandim, to'liq yuklamagandim. Mana hozir yana xatoyam betlarini almashtirib ham yuklabman. 119, yana o'sha 119, undan keyin yana o'sha 119, mana davomi yo'q. Xo'p. Qisqasi shu.